Assalomu alaykum hammaga. Asakadagi ishimizni palibkalarni yechib, uylarga topshirdik. Ko'rishingiz mumkin, bu yilga trendda bo'lib turgan qo'l hayt egizanamiz. Oralari ochiq, bu yerlarga led o'ynaydigan variantda bo'lgan. Bu joyimizda 4 ta zina poya qilib berganmiz. Hozir hammasini palibkalarni yechib topshirdik. Juda ideal sifatli chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda ham bor. Razmerlari oyoq qo'ygan 30 cm ga 15 cm dan tushgan. Eni 15 cm kenglikda chiqayotgan. Balandligi 90 cm joyga 6 ta stupenka 15 ga 30 cm dan. Bu ishimiz Andijon Asakada bo'ldi. Kimga shuna xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Ishimiz O'zbekiston bo'yicha. Asosiysi vodiyda qilib beramiz. İşimizga bitta baho berib, like bosib o'tkazasizlar.